Xotin. Nima qilyapsan? O'zi yurak chaqil deydi-ku, yurak chaqilolmay. Tentakmisan? Romantika uyda bo'lar. Bolg'an ol edi deman senga. Bolg'am. May. Bor, undan ko'ra narigi xonaga o'tib laqib tur. Laq? Ha. Bizni sevgimiz boshqacha, o'lib kuysinlar, sevishaylik 100 yoshgacha. Tentak, nima qilyapsan? O'zingiz narigi xonaga o'tib laqil dedingiz-ku, laqilman, chiroyli. Onasi mensin, men senga qo'lingni laqil deganim yo'q, xotin polni laqil dedim. Pollarni laqib chiq dedi. Ha, polni deganmi deysiz? Xudojo, laqtimangadi. Borsan magazinga tushib semichka olib chiq, qolmagan laqni o'zim qilaman. Hay, kattasidan kichikdan. Kichkinasidan ol. Tadish, Ha. ana semichka olib keldim. Beqani. Ana. O'zingiz aytganday shu yer takkinasidan. Nima bu? Semichka? Aytdingiz-ku. Xotin, men senga bunaqa semichka demagandim. Men bunaqa samara semichka dedim. Olib kelay. To'xta, men mushtaqani. Ha, yaxshi to'kiq ekan. Bo'lganda yaxshi bo'ladi. Bo'lsa ovqat tiqib, men yarim soat uxlab olay. Ustaka uxlab yotdimi? Ustaka. Uy qachon bitadi? Turing. Ustaka. Tur. Assalomu alaykum, xo'jayin. Alaykum assalom. Qachon bitadi bu? Odam bitivi texnika, televizor, xolodilnik olishim kerak hali. Как раз O'zbekistondagi eng hamyonbop joyda tanish bor. Qanaqa tanish bu? Olib boraymi? Ha. Ketdik aka. Uyquchalab bo'ladi. Akajon, mana bu yer Imkon savdo markazi. Hozir bu yerda aksiyalar bazmi ketyapti. Artel, Vesta, Royal, Shivaki, Samsung maishiy texnikalarga katta chegirma e'lon qilgan. Yuring bu yoqqa. Aka, bu aksiyada xohlasangiz mana shu barcha smartfonlarni, mashinangiz bor-a? Mana mashinangiz uchun kerakli jihozlarni maxsus chegirma asosida xarid qilishingiz mumkin. Yokida katta bonusga ega bo'lishingiz mumkin. Aksiyadagi narxlarga faqat muddatli to'lov uchun amal qiladi. Keyin yaxshilab eslab qoling. Bu aksiya 31-yanvargacha davom etadi. Tushundim. Sizlar ham 31-yanvargacha uyni topshiraman, ключini beraman degandilar. Remont qilib ulgurasizlarmi? Mana aka, mana qarang. Mana uy bitdi mana, ko'rdingizmi? Sanlar yanvarda bitirishlaring kerak. Aprel bo'ldi-ku. Endi ustachilikda aka, ustachilik bu. Lekin shunga yarasha aka uyingiz umniy dom bo'ldi aka. Umniy dom qilib remont qildik. Bu uyda umniy domda baland gapirish, eshiklarni qattiq yopish umuman mumkin emas. Bu umniy dom aka. Bergan pulingizga rozi bo'ling. Bizga ishimiz bor. Bitta aka, qaytaraman, bu uyda baland gapirish, eshiklarni qattiq yopish mumkin emas aka. Bu umniy dom. Umniy dom bo'lsa baqirish kerak emas. Ha!